Oldingi darsimizda rasmning bir qismini qirqib olib ikkinchi joyiga ko'paytirish usulini ko'rgandik. Bu safar boshqa asbob orqali demak ma'lum bir qismini qirqib ko'paytiramiz. Misol uchun mana oq gulni demak 2 ta yoki 3 ta shaklda ko'paytirish yo'lini hozir ko'rib chiqamiz. Uning uchun mana keys demak qo'shimcha zaplatka bo'limini tanlaymiz va ixtiyoriy rasmni demak ko'paytirilish kerak joyini demak belgilab olamiz. Sichqonchaning chap tugmasini qo'yib yormagan holda demak harakatlantiramiz va mana bu belgilandi. Endi shu belgilangan joyning ichiga demak kursorni olib kelamiz va uni chap tugmani ushlagan holda harakatlantiramiz o'ng tomonga va mana oq gul demak chiqib keldi va sichqonchaning chap tugmasi qo'yib yuboriladi. Mana demak ikkitaga ko'paydi. Endi ixtiyoriy demak o'ng tomonda hosil qilishimiz uchun o'ng tomonda sichqonchani bir marta bosamiz, belgilangan maydon yo'qoladi va yana boshqa maydonni belgilab olishimiz mumkin. Mana belgilandi va buni endi chap tomonga tortamiz. Demak mana chap tugmani qo'yib yuboramiz. Va mana sichqonchani bir marta bosib ham belgilangan maydonni bekor qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa menyu bo'limidan demak выделенный menyu bo'limidan отменить выделенный buyrug'ini tanlaymiz. Va demak gullar demak 3 taga ko'paydi. Buni mana alt tugmasini bosib sichqonchani roligini demak qimirlatish yordamida mana misol uchun ko'rishingiz mumkin. Hech qanday o'zgarishsiz demak gullar foni bo'yicha ko'paydi.